Azbek uxlab qoldimi deyman-a? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rosa charchab ketdim, ovqatingiz. Azbek bog'chadan charchab keldi shekilli. O'ynab uxlab qoldi. Ovqat qilganim yo'q. Bilasan, ishdan charchab och kelishimmi? Hech bo'lmasa tuxum qovurib qo'ymaysanmi? Mana o'ziga qarab hech narsaga ulgura olmayapman. Undan ko'ra bitta nyanka topib bering. Nyanka deysanmi? O'zimiz ro'zg'orni zo'rg'a eplayapman-ku. Nyankani qanaqa qilib boqaman? Agar nyanka topib bera olmasangiz, bu katta bo'lguncha hech narsaga ulgura olmayman. Hech nima mendan talab qilmang. O'zi hamma ayb o'zingda. Alohida chiqib ketib yashaylik, mazza qilib yashaymiz. Chiroyli salatlar qilib beraman, shirin ovqatlar qilib beraman. Mana alohida chiqib ketganimizdan beri na idish tovoq yuviladi. Uyda barakasi yo'q. Na pilisos qilasan. Ana kiyimlarimni aytmasam bo'ladi. 3 kunlab kiyaman ko'ylagimni. O'zim ham afsusdaman. Katta hovlida turganimizda bunga oyjon qarab turardilar. Azbini ham o'zlari katta qildilar. Mazza qilib do'konlarga ham borardim, qizlar bilan gapga ham borardim. Adasi, katta hovliga qayta qolaylik. G'alatamisan? Biz o'rnimizga katta hovliga akam ko'chib keldilar-ku. Biz qaytib bora olmaymiz. Endi aylanib ham, o'rgilib ham o'zing pishirgan oshni o'zing yeysan. Tezda ovqat qil. Boshim og'ritasan, nasiqqan sovuqqa ko'rasan. Men bo'lmasa kichkinaga qarab turing, ovqatni tezlashtiring. Charchamayapsan, palon? Ayollarda kecha gap bunga to'g'ri kelmaydi, qara. Tavba, shuning uchun ham tog'miya deydi-da bularni.